bolalarini topib oladi va ularni o'z uyiga olib keladi. Uning qo'shnisi Bo'ri Rahimov bu xabarni eshitgach, qarg'alardan birini o'ziga so'rab oladi va parvarishlay boshlaydi. Oradan 3 yil o'tgach, qarg'a ilk so'zini ayta boshlagan. Isming nima? Go'sha. Ismi Go'sha. Go'sha. Yana qanday so'zlarni bilasan, Go'sha? Otaxon yaxshi boring. Go'sha har kuni o'z egasini ana shunday kuzatib qoladi. Qarg'a hozirgacha 32 ta so'zni ayta olishni o'rgangan, lekin u kayfiyatiga qarab gapiradi. Shuningdek, qushning o'ziga xos yana bir fe'li ham bor. Kunlarning birida yangiz bilan kelin bir 15 ta banka yopib qo'ysa, Go'sha hammasini bir tekshirib ko'rang deb yorib ko'ribdi. Keyin supurgi turgan ekan Go'shaga "Senga qachon aqli kiradi?" deb supurgi bilan bir-ikki hazillashib quvsam, shundan buyon Go'sha meni yoqtirmaydi. Ishdan kirib kelishim bilan janjal qilishga shay bo'lib turadi. Hali Go'sha bilan biz yarasha olmay turibmiz. Ammo Go'sha xonadonning eng kenja farzandi Shodibekni juda ham hurmat qiladi. Bordi-yu uni biror kimsa xafa qilsa, qarg'a himoyaga shoshadi. Jonidan! Jonidan! Qani bo'lyapsan? Qushga chet ellik tabiat shaydolari ham xaridor bo'lishyapti. Buni eshitgan yaponiyalik Muasa Kobika degan tabiatshunos keldi Go'sha haqida. Bizdan ko'p narsalarni so'rab ketdi. U kishini ilm ishlari ham mana shu gapiradigan qushlar haqida ekan. U kishi bizga iltimos qildiki, shu Go'shani Yaponiyaga olib ketishni. Biz Go'shani bera olmaymiz. Har qancha ishlaringiz bo'lsa, mana keling birgalikda bajaramiz dedik. Mazkur tabiatsevar oila qarg'a Go'shaga juda mehribon. Unga go'yoki o'zlarining farzandidek munosabatda